Daryo, qarab o'rgin. Oyim bilan dadam zo'rlab uylantirishyapti. U qiz dadam qarindoshi ekan. Kechirasiz. Ismingiz Daryomi? Ha, Sardor akani ayolimisiz? sobiq ayoliman. Ismim Mohinur. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Shu bo'limda Daryo degan qiz o'qimaydimi? Menman Daryo. 4-kursda o'qiysizmi? Ha. O'zi institutda Daryo bitta. Siz bilan tanishgani keldim. Sardor akamga turmushga chiqayotgan ekansiz. Sardor akaga kim bo'lasiz? Singillariman. Xolivachchamiz biz ikkalamiz. Ismim Mohi. Siz to'g'risida eshitmagan ekanman. Sardor akamga o'ylab turmushga chiqyapsizmi? Nima deganingiz bu? Bilmasam, o'z akam g'alatiroqda. Ya'ni? Endi baribir sevib, sevilib, turmush qurgan yaxshi emasmi deyman-da. Agar shunaqa bo'lgan taqdirda ham odamning ichida nima borligini bila olmaysiz. Turmush bo'ladiri. Yo yutasiz yoki yutqazasiz. Ha, endi esladim. Yaxshimisiz? O'shanda anchagacha Sardor akani quloq miyasini yegandim. Kim edi u qiz deb? Kursdoshim bo'lgan, chet elga ko'chib ketgan deganlar. Nega borganini bilmayman deb qutulib qolgandilar. Ha, yaqinda ko'rdim ularni. Qizlarini ismini Mohinur deb qo'ygan ekanlar. Voy. Demak, siz yuraklarda qolib ketibsiz-da. Ular ota-onam zo'rlab uylantirishyapti. Men baribir ajrashib ketaman deb va'da bergandilar menga. O'shanda ularni rashk qilganimdan siz bilan tanishaman deb borgandim. Qarasam,